Assalomu alaykum obunachilarim. Bu yangi kanal. Buning nomi esa Lancelot bo'ladi. Ko'rib turganingiz. Bu men. Ya'ni kamtarim o'zim. Biz bugun agarda bir marta o'lsak, qayta boshlamaymiz. Bo'ldi. Shu qancha rivojlanar ekanmiz. Bir marta o'lsak bo'ldi. Qayta bu yerga kirmayman. Shu sababli biz hozirgacha yog'och kavlaymiz, boshqa ishlarni qilib borishga harakat qilamiz. Men Lancelot qo'yishimning maqsadi menga qilichbozlik juda ham yoqadi. Va biz yangi kanalimiz bor. Keyin Minecraft Infinity degan bir ajoyib kanal bor. Bu yerda mening do'stim ham bor. Unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchi o'rinda menga albatta. Hamma ham birinchi o'zini o'ylaydi. Sekin-asta rivojlanyapmiz. Keyingi videoyimiz masalan hech qanday hayvonni o'ldirmasdan tirik qolish bo'ladi menimcha. Ajoyib fikr lekin. Tez tushishning sababi men bu videoni boshlagunimcha kech ham tushib bo'ldi. Shu sababli biz tez o'lmasligimiz uchun quruqlikka chiqmaslikka harakat qilamiz va buni molni o'ldiramiz. Bechora bola bachor. Indamaydi. Shu yaqin atrofda oh. Senda go'sht bormi? Yo. Balki seni yerman. Albatta. Illani. Va nihoyat. Sekin-asta rivojlanyapmiz. Yo, mayo. Sening jiningiz uchun asqatishim mumkin. Sen bu yil qahramoni bo'lasan. Va nihoyat. Jinistik piyazikim anaqa bo'lmagan qarindoshmaslarni. Necha ko'p deysan. Jonga tegdi. Yoki biz o'rmon ichiga kirib boramiz, chunki u yerda qo'zi, oziq-ovqat topamiz. Nega bu cho'cha ko'zi g'alay? Amayli, yasha. Meni davrimda yasha. Boshqa o'yinchi chop ketmasdan. Keyingi video taxminan 5-6 kunlarda olib qolsam kerak. Hali buni kesish va boshqa ish qilishimiz kerak dedim qon chiqdi. Amal tushmaydi. Aytdimi, bekordan-bekor tushmaymiz dedim. Bu yerda undan ham katta. To'xtanglar. Rivojlanib olamiz. Va böyle bir o'ylabman. Mayli. Bu joyni kesib tashlamiz. Xullas, shunaqa gaplar. Gap edi. Fikrga yetadi hozirgacha. Bu shaxtaga tushmaslikni xohlardim, ammo sabablarga kuchayish kerak. Sababi tushmaslikni xohlayotgan bu yerda juda ko'p moblar bo'ladi. Ular meni yarimta jon. Bu qanaqa bo'ldi u yoqqa tushmayman. Necha kerak bizga. Beni profesyonel deb mayli. Uncha demaydi.
Men chunki uncha Minecraftni yaxshi o'ynayman, lekin shunchaki bu yangicha qanaqamda men telefonda o'ynayman. Shu sababli yangi JS'ga mos bo'lmayapti. Agar menga eskisini beradi, bu zombiylar tugul hech bittasi qolmaydi. İşte. Nega bunday qilyapsiz deyishlaring mumkin. Chunki zerikib ketyapmiz deyishlaring mumkin. Hozir men ovqat yeb olmasam, bitta zombi meni qoqib ketadi. Yarimtagina jonim qoldi. Jon qatdan ko'riladi desangiz, ana buncha. Öf. Ana hoya. Bu sokaktan geldi. Menimcha bu shaxta yurishni o'rin deb o'ylayapman. Bu yerdan ketamiz. Bo'lmasam skelet bo'ladi. Tamam. Vaylanat. Vur. Botchasiga o'lib qoldim. İkinci imkoniyat beringlar ey. Ertadan qaytib olay. Lekin men boshqa ilojim yo'q. Ketishdi. Video tamom. Botlarcha o'lish hammaga aytgancha. Men o'zimdan xursand bo'lsam ham bo'ladi. Voy o'g'lim. Men o'zimdan xursand bo'lsam ham bo'ladi, chunki botlarcha o'lish hech kimga, hammaga ham emas. Men o'zimdan xursandman. Kanalimizga obuna bo'ling deb o'chirmayman, ammo obuna bo'lib qo'yishingizni maslahat beraman. Biz ham artefaktlarday hali rivojlanamiz. Kecham tushdi. Sizlar bilan Lancelot bo'ldi. Yana ko'rishguncha, xayr, yuzimda esab qo'yinglar.